Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Mana bugun navbatdagi bejirim bizda darvozamiz olib kelib o'rnatdik. Samarqand fason bo'lgan, 3 qavatli varianti bo'lgan, tuplini holda bo'lgan Samarqand fason darvozamiz. Darvozamizni razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 420, bo'yiga 330 bo'lgan, nalichkadan tashqari holda. Nalichkalari 35 ga, teva tomoni 40 ga chiqadi. Darvozamiz materiallar keladigan bo'lsak, yondor qismlarini 10 ga 2,5 stenada qilib berganmiz. Ichki tomoni 6 ga 4, biri 7 stenada. Oltonda shirashavr listlari 1 ga 3, uning orqasida 2 qavatli 1 ga 8 listimiz bor. Darvozamizni orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsak, darvozamiz orqa ko'rinish 3 qavatli variantda shu holatda tekis bo'lib chiqadi. Agar 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa, orqa tomonda profillar ko'rinib turadi. Tuplari shunchalik holda. Kimga shunaqangi bejirim darvozalar kerak bo'lsa, aloqa chiqishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.